Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sherqiy Türkistan Awazining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Yaqında ijtimoiy uchur vositalari tarqalayotgan sin ko'rinishlar Xitoyning Sherqiy Türkistan xalqiga kommunizm ideyasini singdirish uchun xalqni keche-kündüz qizil naqsh etishga majburlayotganligini, dinsizlashtirish harakatlarini kuchayib yurgizayotganligini ko'rsatib bermoqda. İctimai uchur vositalari tarqalgan sin ko'rinishlarda Sherqiy Türkistanning Qashqar Payzavot navoiysidagi ma'lum bir ko'chaning kashlik manzarasi va ko'cha do'qmishidagi binoda Uyg'urlarning xor shaklida qizil naqsh etayotgan ovozi ham baharlangan. Hatto ham baharlangan sin ko'rinishlarning aniqlama qismiga Uyg'urlar qizil naqsh etayotdi deb aniq yozilgan. Yana birsida ma'lum bir yig'in zalida bir turkum Uyg'ur ayolning elektronlik doskadagi qizil naqsh tekisini o'pchi o'qiyotganligi. Yana birsida bir erning uyida o'tirib qo'lidagi qizil naqsh yozilgan tekisni qayta-qayta o'qib yodlayotganligi ko'rsatilgan. Qizil naqsh etkizush Xitoy Kompartiyasining atalmış madaniyat inqilobida qo'llangan asosliq meng yuyish jinoyati bo'lib, hozir Sherqiy Türkistan xalqi bu razil siyosatning qurbonlari bo'lmoqda. Amerika hukumatining Soda vakili ishxonasi 1-mart kuni Amerika Davlat Majlisiga yillik soda doklad yo'llab, Bayden hukumatining Xitoy bilan bo'lgan sodada mavjud barliq vositalarni ishlatib, Xitoyning adolatsiz soda harakatiga taqobil turadiganligi, shuningdek Uyghur mەjbۇرىي ئەمگىكىگە qarshi turish soda küntertipining oldingi qatoridagi muhim masala ekanligini bildirgan. Dokladda aytilishicha, Bayden hukumati Xitoyning zo'rlash xarakterlik adolatsiz soda harakatining Amerika ishchilariga ziyon solayotganligi, uning texnik jihatdagi afzalligiga tahdid solayotganligi, ta'minlash zanjirining bardoshlik berish kuchini ojizlatib, Amerika manfaatiga buzg'unchilik qilayotganligini e'tirof qiladiganligini ta'kidlab, Uyghur mەjbۇرىي ئەمگىكى haqida maxsus to'xtalib, Bayden hukumati atalmış Şinjan Uyghur avtonom rayoni va Xitoyning boshqa joylardagi Uyg'ur va boshqa etnik diniy millatlarni nishon qilgan majburiy emgak programmasining kishilik huquqni keng ko'lamli dafsanni qilishiga qarshi turishni oldin qo'rin qo'ydiganligini, Amerikaliklar va dunyoning har qaysi joylaridagi iste'molchilarning do'konlarda majburiy emgak mahsulotlarining bo'lishini xohlamaydiganligini, ishchilarning davlat homiyligida sistemalik bostirish olib boradigan bir rejim bilan raqobatlashishda foydasiz ahvolda qolmaslik kerakligini ta'kidlagan. Bu doklad e'lon qilinishining oldida Amerika Soda vakili Katrin Tay Amerika Kengash palata a'zolariga va'da berib, Uyg'ur mەjbۇرىي emgakka qarshi turishni oldin qo'rin qo'ydiganligini bildirgan. Bu dokladda Amerika hukumatining mەjbۇرىي emgakka qarshi turishni soda siyosatining oldingi qatoriga kirgizishi Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti, kishilik huquq tashkilotlarining qarshi olishiga erishgan bo'lsa-mu, biroq buning paxta va pomidor mahsuloti bilan cheklanib qolmasligini talab qilgan. Amerika Soda vakilining dokladida Bayden hukumatining ittifoqdosh alla, sherik davlatlar bilan hamkorlashib, Xitoy hukumatiga besim ishlatib, uning adolatsiz soda harakatiga xotim berdiganligi, uning mەjbۇرىي emgak programmasi paydo qilgan kishilik huquq dafsannichiliklarni javobgarlik tortadiganligi, Xitoyga taqobil turish uchun atrofliq strategiya, texnik sistemalik harakat talab qiladiganligi ta'kidlangan. Amerika Soda vakilining dokladi Germaniyalik Uyg'ur masalasi mutaxassisi, Amerikadagi Kommunizm qurbonlari xotira fondining tadqiqotchisi Adrian Zenis tayyorlagan Məcburi emgak və məcburi köçürüş Şinjanның rayonal qilgan emgak kuchlarini yetkazish programmasi nomli tadqiqot doklati Amerikadagi James Town fondining to'g'rida e'lon qilinib, yana bir qatim g'ulg'uli qo'zg'agan mazgilda e'lon qilindi. Xitoyga munosabatli rasmiy va g'ayri-rasmiy hujjatlarga asosan tayyorlangan mazkur tadqiqot doklatida Xitoyning atalmış Uyg'ur 5-chi emgak kuchlarini ishga o'rnatishtirish nomidagi məcburi emgak programmasining Uyg'urlarni o'z yurt makonlaridan ko'chirish orqali assimilyatsiya qilishga texnik keng yo'l ichish hamda Uyg'ur nufusining umumiy zishlik nisbatini to'valtish maqsadida sistemalik ijro qilayotgan davlat siyosati ekanligi sharhlangan. Cumhurbaşkanı Reis Recep Tayyip Erdoghan 14-chi qatimliq iqtisodiy hamkorlik tashkiloti oliy rahbarlar yig'iniga silliq shaklda qatnashib muhim so'z qildi. Xitoy virus ofatiga qarshi kurash faqat kuchli hamkorlik, rayonlik va xalqaro hamkorlik orqali g'alaba qilish mumkinligini, yo'l qo'yilgan zarur cheklash tadbirlarining ochiq-oshkora, muvozanatlik va vaqtli bo'lishi, o'rtaq soda uchun to'g'ri bo'lganligi, 17 yildan buyon ijro qilinmagan iqtisodiy hamkorlik tashkiloti soda kelishimining vaqt isrof qilinmasdan yo'l qo'yilishining foydali ekanligini, Xitoyning bir yo'l bir bəlbağ layihəsini muhim deb qaraydiganligini, tang manfaat yetkazish asosida bu loyihani qo'llaydiganligini bildirgan. Shundaqla 2025-yillik nishonida e'lon qilingan loyihalarning mablag' qismida ishlatish uchun Vision fondining qurilishini qo'llaydiganligini, bundan keyin Qorabog'da xavfsizlik va muqimlikning o'rnatilishiga yordam qilishga, 30 yillik Armeniya ishg'olining buzg'unchiligining o'rnini birlik to'ldirishga oldin ahamiyat berdiganligini, Eronga qarshi yo'l qo'yilgan bir taraflamalikka ega embargolarning oxirlashishi, rayonning iqtisodiy jihatdan farovonligiga va muqimligiga hissa qo'shadiganligini ta'kidlagan. İspaniyadagi bir tadqiqotda ko'rsatilishicha, suv bo'yida sayl qilish, shahar ko'chalarida sayl qilish qaraganda psixik sog'lomlikka texmi foydali ekan.
Tədqiqatçılar Amerikanın ən yangi muhit tədqiqatı fəsillik jurnalida doklad e'lon qilib, shahar ko'chalarida sayl qilish yoki uy ichida orom elishga selishtirganda tadqiqot obyektining ko'k bo'shliqda sayl qilgandan keyingi kayfiyati va baxt tuyg'usida tez suratda ko'rinarlik yaxshilanish bo'lganligini bayqagan. Tadqiqot obyekti dengiz bo'yida sayl qilgandan keyin o'zining kayfiyati, hayotiy kuchi va psixik sog'lomligi xeli yaxshilangan. Uningdan boshqa dengiz bo'yi va shahar ko'chalarida sayl qilish jarayonida va uningdan keyin tadqiqot obyektining nerv sistemasining faoliyat kuchaydi ekan. Xabarlarımızı köküne Allah'a rahmet. Görüşküş aman bulunlar. Hayır hoş Allah'a emanet.